o'tirsak, sovuq yerga o'tirsak, xo'sh, ayol bilan kam aloqada bo'lsak, xo'sh, shu kasallik kelib chiqa turgan narsa. Ana yeyotgan tomog'imiz turli-tuman bo'lib qolsa, shu kasallik kelib chiqadi. Prostatit, Prostatit kasalligi. Endi bunga davolash uchun biz tavosiga yina sayamiz va ichadigan narsalarni aytamiz. Nima ichadi, nima yeydi. Sizin betingiz tartmaymi qachon? Anne tartma. Ana chiqaryapti, ana televizor chiqıyor. Sizin betingiz tartmaymi? Ya Allah'ım. Mana aparatlarimiz. Bundan bilan biz yine sayamiz tag'in. Ana yine keyin bu birodarimiz davolaymiz. Bu prostatit neden paydo bo'ladi? Aytdim-ku. Birinchi, zakka o'tirishdan, sovuq yerga o'tirishdan, ananina o'ziga qaramasdan sovuqda ish qiladigan odamlar, shu kasallikni stolda ko'p o'tira turgan odamlar, xo'sh, ham gemoroy bo'ladi, ham prostatit bo'ladi, stolda o'tirgan odamlar. Anan ayol bilan kam aloqada bo'lgan erkaklar, bu ayollarda tavosiq kasalligi paydo bo'ladi, erkaklarda prostatit kasalligi paydo bo'ladi. Mana shu yinani sayib, biz aytgan narsalarni yeb bersangiz yo'qoladi. Prostatitni yo'qotadigan birinchi narsa qovunda urug'i semichka qilib chaqasiz. Ikkinchi, xo'sh, ashqovoqda urug'i yo'q qiladi. Jonivorga kelaversang endi. Anan ashqovoq urug'ini ham semichka qilib chaqib yeb yurasiz. Portonni tomiri so'kini chiqarib ichiriladi. Bismillahirrohmanirrohim. Portonni taniysiz-a? Portonni tomirini so'kini chiqarib ichsa ham yo'q qiladi shu narsani. Xo'sh, ot qulog'ida tomiri. Buni ham so'g'in chaladi. Buni ham so'kini chiqarib ichsa yo'q qiladi. Xo'p. Murda tariq qo'naq degan narsa bo'ladi-la. Hozir yo'q, shu narsa yo'qolib ketdi. Pishino deb turib biz cho'jalarga beryapmiz. Shuni bir qoshig'ini osh qoshiqda, bir qoshiqda 1 litr suvga solib, yarim litr qolguncha qaynatib, anan shuni ichib yuraveradi. Nimasini, to'lpasini, qaynaganda to'lpasiga yo ayron qo'shib, yo qaymoq qo'shib yeb oladi. Shunda yo'q qiladi. O'tiza? Shularni narsalarni qiling. Qancha muddatcha shuni qilish kerak? Prostatitingiz yo'qolib ketguncha. Prostatit yo'qolgani bo'ldi, birodarimni. Yo'qolibdi prostatit deymiz. Plus qaysi iqma bilan darvo atasiga? Nima? Qanday iqma bilan? Nima bilan? Qanday nima bilan yo'l bilan darvo atasi deyman hozir. Terapiya bilan davolayapman bu yoqdikini. Bu yoqdiki o'ta ishib ketgan CD'da hozir tez siyat ertaga qolmay qolishi mumkin. Shuning uchun buni tezda qaytarib olmasak, ertaga ish chata bo'ladi bu yoqda. Hozir igloterapiya beryapmiz bu yoqda. 10 ta iğne sayamiz, bunga tok beramiz. Prostatit yo'qoladi. Prostatit yo'qoladi. 3 kun qilamiz. Buni oldirib, xo'sh, operatsiyani keragi yo'q. Oddiy usul. Bizning ota-bobomiz qilib kelgan narsa shu. El foydalansin bilsin.
Bu kasallikni shu bilan davolasa bo'ladi. Ayollardagi tovarsig'idagi kista miomani, eroziya kasalliklarida, ko'krak bez kasalliklarida, beldagi girijani davolasa bo'ladi mana shunaqa qilib. Shu kasalliklar shundan yo'q qiladi. Tanani qatiryapsiz o'tasiz. Kecha yaxshilashmaydi. Bugun sergisi kelmayroq turibdi.